Barchaga salom do'stlar. Bu men Omni Darkday. Bugun do'stlarimiz bilan piknikka borayotgandik. Shunga yo'l olyapman. Oldida do'stlarim. Davom etamiz. A few moments later. Do'stlar, piknikka yo'l olyapmiz. Ikkita do'stim. Men dunyo malikasi. Hamma. Mana yurayapmiz hali ham. Bu boshqa joy. Bu do'stlarim. Later. Yaqin keldik. Hali yana uzoq yo'l yuramiz. Men oldindan ketyapman. Bu yerda restoran. Hani yana yo'l bor hali. Asosiy maqsad piknikka boryapmiz do'stlarimiz bilan. Hali yana juda ko'p bolalar bor, ular hali orqada. A few moments later. Yaqin keldik. Hali endi avtobusga chiqamiz yo mashina ushlaymiz. Bu Samarqandning go'zalligi. 1 hour later. Avtobus ketdi, biz boshqa joyga keldik. Siyob bozor tarafda. Bu katta tepalik. Davom etamiz. Later. Yorgiy. Do'stlar, Samarqandning bozoriga yetib keldik. Ana chiroyli manzara. Pastda esa juda ko'p mashinalar va bu yerda tarixiy obida. Ketdik. A few moments later. Ketyapmiz hali ham. Ana yo'lda Samarqand obidalar. Past juda chuqur. Chuqur emas u. Tushib ketsa, biron joy sindirish hech gap emas. Bu yer birinchi prezident Islom Karimovning qabrlari. Mana. Ko'ringlar. 2 hours later. Ketyapmiz hali ham. Juda chiroyli manzaralar. A few moments later. Yetib keldik. Bu yerda juda ham ko'p odamlar bor. Sam onda shuncha piknik uchun-da. Ana yerga chiqamiz, u yerga tog'ga. Bu yer qanday joy? Bilmadim endi qanday joy. Stop qilib turaman. Mana do'stlar keldik. Bu juda chuqur ekan. U yerda. Oho, tushda odam tirik qolishi darg'amon tashdi. Later. Mana do'stlar keldik. Samarqand juda go'zal shahar. Yana biroqqa chiqishim kerak. Unga sal qo'rqyapman-da, yuraverishim uchun. Ana yerda juda ko'p odamlar bor. Ha, u yoqqa chiqishga qo'rqdim, yo'q juda baland ekan. Qo'rqdim, pastga o'tsaman endi. Ketdik. Do'stlarning bari yig'ildik. Mana qolgan yerda. Sinfdoshlar. Dam olishganda ovqat kelish kerak, zakaz berganmiz hozircha. A few moments later. Hozircha sayohat qilyapman. Bu yerda do'stlarimiz qarta o'ynayapti, qarta. Bu tarafdagilar telefon o'ynayapti. Bu yer katta ko'cha. Bu tarafda hamma bor. 3 hours later. Barcha to'planib bo'ldi do'stlar. Hamma to'planib bo'ldi. O'tirish uchun joy soldik, ana. Bo'ldi, hamma narsa tayyor bo'ldi. Endi ovqat yeyishimiz kerak. Mana ustozimiz, ana o'quvchilar. Musiqa qo'yganmiz. Davom etamiz. Later. Ne'matlarni qo'yapmiz, ovqatlarni. Qizlar qo'yapti hozircha. A few moments later. Ovqatlar do'stlar, u yerda 4 ta qiz. Ana atrof manzara. The next day. Ovqat yeyishni boshladik. Ey YouTube. Later. Surali. Ovqat yeb bo'ldik. Endi ozgina sayohat qilamiz. Bu yana qizlar o'tiribdi. Bu yer yayloq. Tepalikka chiqsammikan? Sal tepa ekoni. A few moments later. Sen chiqib oldim. Yana chiqyapman. Ana chiqdik. Manzara juda yaxshi. Ikki qiz o'tiribdi yerda. 1 hour later. Endi bolalar bilan o'rtaga tushar o'ynayapmiz. Mana. Qizlar bo'ladi, o'g'il bola esa qochadi. 2 hours later. Yana bir tepalikka chiqyapmiz. Bunisi boyagisidan ancha uzunroq. Hozir ko'tarilamiz. Yiqilmasak bo'ldi bolalar.
Juda baland. Böyle çıktık. Ana pastlik. Mana Samarqand manzarasi yana. Endi pastga tushaman ehtiyotkorlik bilan. 2000 years later. Tepalikdamiz do'stlar. Bu yerda sinfdoshlarimiz, bu yerda yana bir kishi, bu yerda men va do'stim. Bu yerda qanday bolalar cho'milyapti, bu yerda. Ana. Bu nima qilyapti bilmayman. Cho'mildi menimcha. Samarqandlaganda. 3 hours later. Endi boshqa to'g'ondagi tepalikka chiqyapmiz. Bunisi ham o'shandek faqat juda sal ozgina balandroq ekan. Chiqaman yana. Chiqamiz. Böyle ko'tarildim do'stlar. Mana bu tabiat. Zerikdim elekini. Yana teparoqqa chiqamiz. Qulamasak bo'ldi do'stlar. Duo qilaman ilohim. Mana eng balandiga chiqdik. Eng balandiga. Bu yana turgandik. Hozir bu tarafdagi. Böyle pastga tushaman endi. Pastga tushaman böyle. Bu yana do'stlarim kelyapti. Mani izlab. Mana endi bu tarafdagi. Oh my god, mana. Yana bir joyga chiqdik. Bu taraf endi bilmadim qanday joy. Qabristonmi deyman. Bitta dona qabr ekan, 3 ta men. Ayni ariq. Tog'lar ko'rinadi, ana. Katta. Bu yerda ham ko'rinadi. Ko'raylikchi. Ana ko'rindi. Xo'sh. Bular kelyapti do'stlar. Bo'ldi, pastga tushaman men endi, ketdim. Tomorrow. Shu katta. Bo'ldimi shu? 200 minglik pitsani bo'lishgan. Bu pitsaning bir parchasi. Xo'sh. Davomini keyin olamiz. 1 hour later. Mana ovqat yeb ham bo'ldik. Endi hozircha nima qilishimni bilmayman. Hozir do'stim bilan qarta o'ynashim kerak. Shuning uchun hozircha videoni stop qilib turaman. 6 hours later. Biz piknikni ovqat yeb bo'ldik, endi o'yinlab bo'ldik. Endi ketyapmiz. Hali ana u yo'l hali, uzoq yo'l. Uyga yo'l olish kerak. Davom etamiz. Later. Qaytyapmiz endi. Uyga qaytyapmiz. Endi yana nima qilishni hozircha bilmaymiz. Hozircha kompyuterxonaga borishni maqsad qilyapmiz. Samarqand. 2000 years later. Xullas, bugungi piknikimiz shu edi. Bugungi sarguzashtimiz shu edi do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, komment qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.